To'xta, Jonimga tegib ketdi hammasi. Nima yetmayapti o'zi? Nima yetmayapti? Jonimga tegdi mana bunaqa hayot. To'rtta devorli ichiga qamab qo'ydingiz. Dugonalarimni qarang, restoran hammasini deydi mashinasi. Bo'ldi dedim senga. Bo'ldi qil. Erkak bo'lib turib bitta restoranga olib bora olmaysan. Bo'ldi qil dedim senga. Bo'ldi. Hammasi tugadi, ketaman. Bor ketsin ket, nonko'r. Kel. Bor. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylayman har daqiqa yo'qdir darak, sendan bir darak qilmagin falak, sevgimni o'yin qilish nega kerak? Qora kapalak, xayoli falak, seni deb yuragim bo'ldi ko'malak, sendan yo'q darak, xayoli falak, qora kapalak. Xalqu qiynaydi yomg'irlar, sensiz o'tdi qancha. Aylik qalaysiz? Yaxshi, rahmat. O'zing qalaysan? Xullas, gapni qisqa qilaman. Bugun kecha ko'rishamiz. Sizga shunaqa zo'r narsa topib qo'ydim. Qani menga rahmat aytasiz. Ha, yo'q. Bo'ldi, kechga ko'rishamiz. Mayli. Kechomadi ko'ngillar qo'shi ko'zidan, qanday unga ishonay soxta so'zidan, yolg'on ishlar fosh bo'ldi shayton yo'zidan, afsus endi ketaman sarmon yo'lidan. Qale, chiroylimikan? Vau. Boshqachamikan? Bo'ldi unda. Ertaga har doim joyimizda ko'rishamiz. O'ylayman har daqiqa yo'qdir darak, sendan bir darak qilmagin falak, sevgimni o'yin qilish nega kerak? Qora kapalak, xayoli falak, seni deb yuragim bo'ldi ko'malak, sendan yo'q darak. Ade! Voy, bolam yaxshi dam oldingmi? Kecha? Voy, o'zimmasan. Ade, qo'lim ochib ketdi. Qo'ning ochib ketdimi? Bo'ldi, senga tuxum qilib beraman-da, bolam. Ade, oyim qattalar. Oyimmi? Qara, bu joy uniki. Senga aytgan gaplarim esingda-ya? Qiynalib o'ylab o'tirma yana bahonalar. Akalarim esingda? Onamiki. Xohlaganingcha qil xatolar, bu xatolar o'zingga bo'lar hali jazo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelib oldingmi? Yaxshi, rahmat. Orqadagi stolga o'tirsangiz bo'ldi. Hammasini hal qildim. Juda tezsan. Bilasiz-ku. Mayli unda. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Eshitishim bo'yicha yaqinda uydan chiqib ketgan ekansiz. Ha, shunaqa. Keling, yaxshi to'yingiz haqida gaplashaylik. Tushunarli. Qarang. Mana pul olib qo'ying. Oo, bugun xatlarga boramiz. Men aytgan joyga borasizmi? Albatta. Maslahatim oilangizni qayting. Ko'chani oxiri yo'q. Gapim uchun sizga unutaman. O'sha kunda ko'rgan qizing bu meni ayolim. Seni tushundim. Oo, nasrenilaring boshqacha. Yoqdimi deymi? Nimasi? Sen bilan biz unchalik aqlli emasmiz. Yo'q, nima bo'ldi o'zi qani gapir? Ey, yaxshi yo'lga qayt, nima durladib yotibdi insonni qotirib. Mayli qo'yur. Ertaga yana bittasi bor. O'sha bilan tanishtiramiz. Kim ekan? Ertaga ko'rganda bilasan. Qalaysiz? Yaxshi. Asal etgan bolasiz siz menimcha. Damanmi? Lekin asal etgancha bor ekansiz. Ketdimi? Hammasi yaxshi edi bugungacha, ko'zlarim ko'rgan shu kungacha, maqsadsiz orzularga Ade, yurgan ekanman sekundan yomon. Mustafa, bolam sen nima qildi? Senga buncha ishonma faqat, zarbani berarkan bir kun albat. Faqat senda faqat xiyonat. Dunyolardan kechdim, sevgimga qasam ichdim, boru yo'g'imni berdim, faqat seni derdim. Aytnima kam edi, yurak xotirjam edi, darding pulligini Ha, sen? berardim bir on sevsam. Nima?
sevgan gulim qop-qora ilon azobladi mana. To'xtama, bu ahvol yaxshimi? Qo'limizdan kelgan barcha harakatlarni qildik, lekin saqlab qololmadik. Sabr tilayman. Azobladi mana bu hijron. Sevgan gulim Sen hayvon. Ko'chada harom yurishliging bolam ko'rdi. Gulga tashlab ketdim deb kulga tashlab ketdimmi? Bolam seni ko'zingni o'zim yoshlab ketdimmi? Gulga tashlab ketdim deb kulga tashlab ketdimmi? Bolam seni ko'zingni o'zim yoshlab ketdimmi?